Assalomu alaykum, Intimaxta xabarlarining kechki soni studiyada Hurmatoy Nurbanova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Shiddatli yomg'ir tufayli sel bo'ldi. Batkanda kuchli shamol 400 ga yaqin uyning tomini uchirdi. Shu chatirga 100 mingdek ketgan. O'sh shahridagi qushxonalar bir joyga to'planadi. Алардындагы талаптар абдан катуу болуп атат. Qorasuvda onalar maktabi ish boshladi. Баягы демилгелүү активист аялдары энелик мектептерди түзүшүп атат да. Milliy valyutaga 23 yil bo'ldi. 9-maydagi kuchli yog'ingarchilik sababli O'sh oblastining No'qat Papan kichik Oloy avtoyo'lini sel yuvib, unda avtomashina yura olmay qolgan. Hozirda yo'lning bir tomoni yopilib, tozalash ishlari davom etmoqda. Inson umriga zarar keltirmagan. Talas oblasida 9-maydagi shamolning tezligi soniyasiga 25 metrga yetib, do'l aralash yoqqan yomg'ir sababli sel bo'lgan. Natijada Talas rayonining Do'lona qishloq hukumatidagi Noariq va Cho'ng'ariq kanallaridan suv toshib 34 uyni suv qoplagan. Tashariq qishlog'ining Bordo va Toshariq kanallaridan toshgan suv 10 uyning hovlisini yuvib ketgan. Shuningdek, sel Baqayata, Qarabura rayonlarida ham ro'yxatga olingan. Hozirda ariqlarni va hovlilarni tozalash ishlari bo'lmoqda. Sel Talas shahrida ham bo'lib, 9-may kuni uyning hovlisiga suv kirgan. Favqulodda holatlar ministrligining xodimlari tomonidan sel oqibatlarini bartaraf qilish ishlari davom etmoqda. Bozorqo'rg'on rayonidagi Mo'ng'ol qishloq hukumatida O'g'antala qishlog'ida tongi soat 7lar atrofida kuchli yomg'ir sababli sel bo'lib, ichki yo'llarni, ko'prikni, turar joylarni va saroylarni suv qoplagan. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, selning oqibatlari sababli Bozorqo'rg'on Qizilunkur yo'lida avtomashinalar harakati to'xtatilib, yo'l buzilgan. Tozalash ishlariga JML ishxonasining bir dona maxsus mashinasi jalb qilinib, yo'l qatnovi ochildi. Hozirda yomg'irning shiddati kamayib, sel suvlari ozaydi. Rayon fuqarolarni himoya qilish komissiyasi sel bo'lgan hududga chiqib ketdi. 9-mayga o'tar kechasi Botgan va Laylak rayonlarida soniyasiga 25 metrdan 28 metrgacha yetgan kuchli shamol bo'ldi. Uning oqibatida oblast hududidagi 400 dan ortiq turar joy va 15 ijtimoiy mahkamalarning tomi qulagan. Shuningdek, daraxtlar ham singan. Baxtga yarasha odam umriga ziyon keltirmagan. Ayrim hududlarda elektr liniyalari uzilgan. Hozirda Favqulodda holatlar ministrligi fuqarolarni himoya qilish komissiyasi bilan birgalikda ish olib bormoqda. Bujum qishlog'ida istiqomat qilgan Ommatali Qabulov 4 xonali uy qurilishini bitkazib, tom qismini yopgan edi. U mazkur uyga joriy yilda ko'chib kirishni rejalashtirgan. Lekin baxtga qarshi 9-maydagi kuchli shamol tom qismiga ta'sir ko'rsatib, 100 ming so'm atrofida ziyon ko'rgan. Abdiyalishni ishlarini bitirib ko'chib kelmoqchilar. Men bilmayman, daha bir yil ortga qoldi. Chatirning javoshi o'zi shu chatirga 100 mingdek ketgan. Men daha shu 100 ming tegragida Çarşavlatmada qayradan karkazlarni bitib chiqishim kerak. Favqulodda holatlar ministrligining Botgan viloyatidagi vakilligi ma'lum qilganday, kuchli shamol Botgan tumanidagi Qorabuloq, Oqsoy va Samarqandiy qishloqlarda va Laylak tumanidagi qishloqlarda ro'yxatga olingan. Natijada 400 dan ortiq turar joy va 15 ijtimoiy idoralarning tom qismi ziyon ko'rgan. Hozirda keltirilgan chiqimlarni hisoblash ishlari olib borilmoqda. Жарандык коргоонун комиссиясы жана областтык башкармалыктан ыкчам тобу биргеликте иликтөө иштерини өз жеринде жүргүзүшүүдө тактап азыркы саатка такталганы боюнча 3555 шифр түшкөнү аныкталды. 9-may tunda bo'lgan shamol uylarningina emas, daraxtlarni ham tomiri bilan yo'mirib ketgan. Shuningdek, yashovchilarning so'zlariga ko'ra, joriy yilda yaxshi meva olgan o'riklarga ham ziyon keltirgan. Soniyasiga 25 metrdan 28 metrgacha yetgan kuchli shamol oqibatida Botgan tumanining Samarqandiy va Oqsoy qishloqlarida elektr simlari uzilgan. Hozirda ta'mirlash ishlari olib borilib, qishloq yashovchilari elektr yorug'i bilan to'liq ta'minlandi. Madina Ulug'bek qizi Qamchibek Xo'jayev, Jirg'al Abdujalil o'g'li, Intimaq, Botgan oblasti.
Olabuqada askar pichoqdan yaralanib kasalxonaga tushdi. Jalolobod oblasti harbiy prokurori Sag'indiq Muqashevning jurnalistlarga bildirishicha, Olabuqadagi nomer 306-70 harbiy qismning 2 askari pichoqlangan. Yaralangan askar kasalxonaga yetkazilgan. Hozirda uning ahvoli qoniqarli. Bu voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'alib, oblast harbiy garnizon prokuraturasi tomonidan tergov olib borilmoqda. 50-qamoqdan qochish avvaldan rejalangan. Bu haqda Sverdlov rayon sudi olib borilgan tekshiruvlar natijasida bildirdi. Unda ta'kidlanishicha, qochish haqi 100 AQSh dollari va 5000 so'mga baholanib, unga turma xodimi Sadibaqasov yordamlashgan bo'lgan. Tungi soat 23:00 atrofida Itibayev eshikni taqillatib, Sadibaqasov eshikni ochgan. Unga nisbatan kuch qo'llanilib, qamoqning boshqa xodimlarini ham kaltaklashgan. Prokuraturaning ma'lumotiga ko'ra, qamoqdan qochganlar Bishkekda bir qancha portlashlarni amalga oshirib, IGIL guruhiga qo'shilishni rejalashgan. Bu ish bo'yicha ayblanayotgan Edil Abdurahmonov, Muzaffar Urinov, Bolot Qurbanaxunov qamoqdan qochish, odam o'ldirish faktlari bo'yicha sudlanmoqda. O'tgan yili 12 oktyabrda Chuydagi nomer 50 turmadan 9 nafar kishi 3 turma xodimini o'ldirib qochib chiqqan. Ularning 5 nafari zudlik bilan qo'lga olinib, qochib ketganlarning 3 nafari qo'lga olish vaqtida o'ldirilgan. Edil Abdurahmonov tirik qo'lga olingan. O'sh shahridagi qushxonalar bir joyga to'planadi. Veterinar inspeksiya ularni sanitar talablarga mos qilish uchun O'sh meriyasiga shunday taklif yubordi. Shaharda 7 qushxona bor. Qoida bo'yicha ular aholi istiqomat qiladigan hududdan 500 metr uzoqlikda bo'lib, sanitar talablar saqlanishi kerak. Biroq shart bo'yicha ish olib borganlari deyarli yo'q. Mavzuni batafsil muxbirimiz bayon qiladi. O'shdagi qushxonalarning birida bir kunda 10 dan ortiq jonivorlar so'yiladi. Olib kelingan jonliqlar maxsus veterinarlarning nazoratidan o'tkaziladi. Maxsus joydagi vaziyat tasvirda namoyish etilmoqda. Xodimlarning so'zlariga ko'ra, sanitar holat doim saqlanib kelinyapti. Anan turusini aytsam, bizde hem az nemede kichine so'yish bo'layotgan momentda biz действительно уборкага ulgurmay qolamiz. O harakat qilamiz, tap-toza qilib nima qilishqanga, u vaqt o'sha u vaqtida tozalab turamiz. Anan so'yish bitgandan keyin уборкасын yaxshina qilib, qululib, tap-toza qilib, tozalab, joy-joyina qo'yib qo'yamiz. Barchamiz normalniy, orqaga barchamizni tekshirib ko'rsangiz ham bo'laveradi. Bizda unday zamechaniya bo'layotgan, erdirdi. Ayıldan chiqqan zamechaniya bo'layotgan. Ayılda yo'q, zamechaniya bergan yo'q hech kim. Yana bir muammo, maxsus joy aholi istiqomat qilgan hududda joylashgan. Birgina bu yerda emas, shaharning barcha qushxonasidagi vaziyat shunday ekanligini veterinar xodimlar aytadi. Keyin shu 2000-yildan tegerегинде уруксат берилип курулду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, алуу боюндагы пункттар ошол мезгилдеги талапка туура келчү. Азыркы мезгилде биз өзүбүздүн сунушубузду мэрия тарабына берип атабыз. Мына таможня союзга киргендикке байланыштуу алардын дагы талаптары абдан катуу болуп атат. Kun isigan vaqtda qushxonalar tevarak atrofida turli yoqimsiz hidlar paydo bo'lib, mahalliy yashovchilarning noroziligiga sabab bo'lgan. Bunday vaqtlarda ko'rsatilgan maxsus qoidalar saqlanishi kerak. Sanitardik havolga javob bergan, o'shol yerda ishlagan xizmatkorlarga mol so'yish joyda qishloqqa dushovoy kiyinib, ishga kiygan kiyimlari, spes одеждалар bo'lishi kerak. Erta menen kelib, kech shu talabga javob berib, xlorlar bilan tozalanib, обработка olib turish kerak. Qushxonalardagi mazkur muammoni hal etishning birgina yo'li bor. Bu ularni birlashtirish. Masalan, Sovet ittifoqi vaqtida mazkur yer go'sht kombinati bo'lgan. Hozirda sharoitlar yaratilib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining talablariga muvofiqlashtirilgan. Бүт шарттары, канализация, су, водоснабжение бүті централизованы. Ешқандай мында орулар сыртқа шығып кетпейді. Анан адамдын чечине турган жерлери балдарга душовой рабочийлерге, душовой, столовой бүтү бар. Анан меймандар келгенде ушу наблюдательный видеокамераларды коюп койгонбуз бул цехка. Адамдар отурушуп, чай ичишип күтүп турат. Qushxonalarni shahar chetiga jildirish uchun soha mutaxassislaridan komissiya tashkil etilgan. Ular go'sht kombinatidagi vaziyatlarni ko'zdan kechirib, natijalarni mahalliy hukumatga yuborishgan. Agar shahar meri buni ma'qullasa, muammo hal etilib, qushxonalar aholi istiqomat qilgan hududlardan ancha olisga jildirilishi mumkin. Shavkatbek Umarov, Ermek Muratbek o'g'li, Munar Arzibek o'g'li, Intimaq. Hozirgi vaqtda farzandlarni yaqinlariga tashlab chet o'lkaga pul topish maqsadida ketganlarning soni ortgan. Ularning tarbiyasi
va bilim olishini nazorat qilish muhojirlar uchun bir qancha qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Mana shu muammoli masalani hal qilish maqsadida qishloqlardagi faol ayollar onalar maktabini ochishgan. Mazkur maktabda 380 dan ortiq bola tarbiyalanadi. Bu haqda navbatdagi lavhada tanishasiz. Munojot Turg'un va onalar maktabida muhojirlarning farzandlariga ta'lim berib, shuningdek o'smirlarning zo'ravonlikka duch kelishini oldini olish ishlarini olib bormoqda. U bilan birga yana 2 ta o'qituvchi bolalarni tarbiyalash uchun poytaxtda maxsus kurslardan bilim olishgan. Ular hozir bu yerda o'qishni ham, mana alfabetlarda o'rganishyapti, yozishni ham o'rganishyapti. Har xil ranglarni tanlay bilishyapti, yo'l harakat qoidalarini o'rganishyapti. Bolalarda o'zgarish bor menimcha. Sharq qishloq hukumatidagi Navbahor deb nomlangan onalar maktabi ochilganiga 4 oy bo'lgan. U yerda 3 yoshgacha bo'lganlar bir guruh, 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lganlar bir guruhda bilim olishadi. 3 soatlik maxsus maktabdagi bolalarning 50% muhojirlarning, 30% kam ta'minlangan oilalarning, qolgani esa mazkur maktabga qiziqqanlarning farzandlari. Berilgan imkoniyat dala ishlari bilan shug'ullangan qishloq aholisiga yordam beradi. Doim mana shu men qo'limda turadi. Ota-onasi chet elda ishlaydi. Men 4tasi o'qiydi, 2tasi meni qo'limda mayda. 4 yasharimni bega olib kelib topshirdim endi. 2 yashari o'zim bilan birga tolaga borib kelib turadi endi bolam. Ammo mati ochilganiga rosa so'yinyapman. Nima bo'lsa ham bolalarimni somtirata olib borib kelgandan ko'ra may tashab kelsam yaxshi-da. Mazkur maktablarni uyushtirishni Erayim ayollar jamoatchilik uyushmasining guruhlari qo'lga olgan. Undagi faol ayollar qishloq ko'chalaridagi muammolarni hal etish yo'llarini izlashadi. Mazkur uyushmada Qorasuv tumanidagi Sharq Qizil qishloq, Modi qishloqlarida odatiy va zamonaviy uslublarni birlashtirish natijasida do'stlik va birdamlikni mustahkamlash degan loyiha asosida ona maktabining tarbiyalanuvchilari uchun kerakli sharoitlarni yaratib berishgan. Достукту чын биримдикти бекемдөө деген долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Ошол долбоордун негизинде бул жерде 20да эне мектебин түзүш керек болду да. Ошолордун бири азыр ушу Навахар көчөсүндөгү эне мектеби болуп атат. Навахар деген эне мектеби. Буну Навахар өз жардам тобу түзгөн. Себеби ошол долбоордун негизинде бул аймактарда биз 50ге жакын өз жардам тобун түздүк. Ошо өз жардам топторунун баягы демилгелүү активист аялдары энелик мектептерди да түзүшүп атат да. Ona maktabidagi sharoitlar bilan tanishish uchun Qirg'iziston Respublikasining sobiq prezidenti Ro'za Otunbayeva mazkur tashabbusni qo'llashini bildirdi. Eslatib o'tsak, bu kabi maktablar davlatning 7 viloyatida uyushtirilgan. Qorasuv tumanida esa yaqin kunlarda yana 10 maktab ochilish arafasida. Bugun milliy valyuta so'mning muomalaga kiritilganiga 23 yil bo'ldi. Respublikaning barcha hududida so'm to'lov mablag'i bo'lib, davlat suverenitetining tasdiqlagan va ta'minlagan yagona faktori bo'lib sanaladi. Ta'kidlab o'tsak, milliy so'm ilk bor 1993-yili o'tgan zamondagi pullar nomi bilan chiqqan. 23 yil davomida o'zgartirishlar kiritilib, 4 marta o'zgartirilgan. Milliy valyuta tarixi haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Bugun milliy valyuta hisoblangan so'mning tavallud ayyomi desak bo'ladi. So'm davlatning barcha hududlarida asosiy to'lov vositasi bo'lish bilan birga davlatning suverenitetini tasdiqlagan va ta'minlagan birdan-bir faktor qatori. Bugungi kunda bizning aqchaning turqtuluğu deb aytsam men жаңылышпайм. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ар бир мамлекетте өзүнчө инфляция жүрүп атат. 2015-жылы бизге баарыбызга маалым Россияда, Казакстанда акчанын күчү өтө төмөндөп кетти. Ага караганда биздин Кыргызстандын сомунун күчү туруктуу бойдон камсыз болуп калды да. Qirg'iziston hamdo'st davlatlar orasida birinchi bo'lib o'zining milliy valyutasini qabul qilgan. Milliy so'm ilk chiqarilishida o'tma zamonning pullari degan nom bilan chiqqan. 23 yil mobaynida turli o'zgarishlar bilan 4 marotaba chop etilgan. Bu 1993-yılı birinci çıkarılgan çıkarılışta akça. Bu yerde bayağı защитный elementleri yok. Bu yerde 1, 10, 50 tıyındık. Anam 1 so'm, 5 so'm, 20 so'mlik akçada birinci çıkarış. Bu 93-yılı çıkarılgan. Qog'oz banknotlar uzoq vaqt saqlanmaydi. Shu sabab yaroqsiz bo'lib, qo'llashga to'g'ri kelmay qolgan pullarni banklarda almashtirish mumkin. Bu eski aqchalarda almashtirish kerak. Жемдой коштолгон болсо, эгер эки жагы башка номер болсо,
dava almashtira olmaymiz-da bizchi. Hozir bizning nimaga chetga qoladi. Sizniki 40 so'm ekan, ha? 1993 yilning 3 mayidagi Qirg'iziston Respublikasi hukumatining qarori bilan milliy valyutani qabul qilish bo'yicha Milliy bankka vazifalari berilgan. Bir haftadan keyin so'm chiqarilib, davlatdagi barcha valyuta bilan bog'liq ishlar milliy so'm bilan amalga oshirila boshlagan. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Suriyaning Palmir shahrida bu vaqtgacha qurolli to'qnashuvlardan halok bo'lganlarning xotirasiga bag'ishlab konsert namoyish qilindi. Qadimiy shaharning amfiteatrida uyushtirilgan tadbirga o'lkaning milliy orkestrlari, xor ansambli ishtirok etdi. Shuningdek, tadbirga minglagan yashovchilar va mahalliy hukumat vakillari ishtirok etishdi. Suriyaning qadimiy Palmir shahridagi amfiteatr sahnasida kun ostonasi deb nomlangan konsert tashkil etildi. U qurolli to'qnashuvlarda halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlandi. Palmir shahri Islom davlati jangarilar guruhi tomonidan o'tgan yilning may oyida bostirib olingan edi. 1 yil davomida guruh shahardagi barcha tarixiy esdaliklarni yo'q qilgan. UNESCOning nomoddiy meroslar qatoriga kirgan shahar bundan 1,5 oy avval bo'shatilgan. Bari buzulgan, talqalangan, abdan ökünüştü. Biroq Siriyani soğuşkerlerden bütünдөй boşotup alığa ümitimiz çoğ. Konsertda Suriyaning Milliy simfoniya orkestri, Arab milliy musiqa ansambli va Al-Farah xori ishtirok etdi. Tadbirga minglab yashovchilar va Suriyadagi amaldorlar tashrif buyurishdi. Bungacha amfiteatrda Marin teatrining simfoniya orkestri konsert bergan edi. Dunyoga mashhur bo'lgan Yevrovideniya tanloviga bu yil 60 yil bo'ldi. Ko'plagan qo'shiqlarni mashhur qilgan, muvaffaqiyatga yo'l ochgan tadbirning 60 yilligi munosabati bilan Shvetsiyaning Stokgolm shahrida ko'rgazma uyushtirildi. Unga 1956-yildan buyon tanlovga ishtirok etgan ishtirokchilarning kostyumlari va xalq orasida mashhur bo'lgan qo'shiqlar qo'yildi. Suriyaning qadimiy Palmir shahridagi amfiteatr sahnasida kun ostonasi deb nomlangan konsert tashkil etildi. U qurolli to'qnashuvlarda halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlandi. Palmir shahri Islom davlati jangarilar guruhi tomonidan o'tgan yilning may oyida bostirib olingan edi. 1 yil davomida guruh shahardagi barcha tarixiy esdaliklarni yo'q qilgan. UNESCOning nomoddiy meroslar qatoriga kirgan shahar bundan 1,5 oy avval bo'shatilgan. Bari buzulgan, talqalangan, abdan ökünüştü. Biroq Siriyani soğuşkerlerden bütünдөй boşotup alığa ümitimiz çoğ. Konsertda Suriyaning Milliy simfoniya orkestri, Arab milliy musiqa ansambli va Al-Farah xori ishtirok etdi. Tadbirga minglab yashovchilar va Suriyadagi amaldorlar tashrif buyurishdi. Bungacha amfiteatrda Marin teatrining simfoniya orkestri konsert bergan edi. Har galgidagi efir yakunida qiziqarli lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Odatda yosh bolalar o'yin desa barcha narsadan voz kechishadi, biroq bu bolaga chang'ida uchish qiziq emas. Unga ko'proq uyqu shirinmi yoki toqqa chiqishga charchaganmi uxlab qolmoqda. Qaysi vaqtda bo'lsa ham yosh bolalar o'z vaqtida uxlashini isbotlaganday. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Xayr, omon bo'ling.
ақтық суусундугун биз үй бүлөбүз менен ичебиз. Айрыкча мен гипертонин ооруп жүргөндөн бери ушул актык суусун ичкенден бери жакшы болуп, кан басымым азайып, салмагым да азайып, ашказаным да жакшы иштеп, актык бул ден соолукка сактык. Ақтық ден соолукка сактык. Шаардагы соода борборлорунан алсаңыздар болот. Assalomu alaykum. 11 mayga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Ob-havo dasturining homiysi Aqtiq ichimlik suvsi, Aqtiq salomatlik garovi. Qirg'iz gidromet ob-havo kuzatish markazining xabar berishicha, ertaga ko'p hududlarda yog'ingarchilik kutiladi. G'arbdan esgan shamol tezligi sekundiga 4-9 dan 15-20 metrgacha yetadi. Havoning harorati kechasi Chuyobisda 7-12, kunduzi esa 18-23 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 6-11, kunduzi esa 17-22 daraja issiq. Issiqko'l oblastida kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi esa 13-18 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Norin oblastida kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi esa 14-19 daraja issiq. Batken oblastida kechasi 9-14, kunduzi esa 19-24 daraja issiq bo'ladi. Jalolobod oblastida kechasi 9-14, kunduzi esa 21-26 daraja issiq. O'sh oblastida ham kechasi 9-14 daraja, kunduzi esa 21-26 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Shahrimiz O'shda yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati kechasi 12-14, kunduzi esa 22-24 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda kechasi yomg'ir, kunduzi esa yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 9-11, kunduzi esa 19-21 daraja issiq. Sizlar 11 mayga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havo dasturining homiysi Aqtiq ichimlik suvsi, Aqtiq salomatlik garovi. Ob-havo ma'lumoti bilan esa men sizlarni Dilafroza Dejanova tanishtirdim. Salomatda qoling. Клинические испытания напитка «Aqtiq» выявили его высокую эффективность в лечении и профилактике многих заболеваний, а также как общеукрепляющего средства, богатого минералами и витаминами. Aqtiq – источник здоровья. Можете приобрести в торговых центрах города.